Mana vaqti keldi, Qur'on oyi keldi. Hozir o'zgarmasak, qachon o'zgaramiz? Hozir tavba qilmasak, qachon tavba qilamiz? Mana ayting. Ba'zan Ramazonda ham Qur'on o'qimaydi. Ramazonda ham shaytonlar kishanband qilindi. Shuncha imkoniyatlar, rahmatlar nozil bo'lyapti. Qur'on oyi keldi. O'qishni bilmasa o'rganmaydi ham. Bitta harf o'rgansa bir kunda, bir oyda tugaydi harflar. Lekin o'rganmaydi. Beparvo. Eng pastkash odam bo'ladi bu odam. Zunnun rahimahulloh aytganlar, eng pastkash odam Allohga olib boruvchi yo'lni bilmaydi. Jannatga nima yo'l bilan boradi o'zi bilmaydi. Va uni bilishga harakat ham qilmaydi degan. Mana shu eng tuban odam bo'ladi. Ramazondagi Qur'on bilan mashg'ul bo'lmagan odam, Ramazondan keyin endi o'qimadi Qur'on. Ramazondan keyin mashg'ul bo'ladi. 11 oy Qur'ondan g'ofil bo'lib, uzoq bo'lib yurgan odam, begona bo'lib yurgan odam, Qur'on oyi kelganda unga vaqt ajratmasa, ya vo ajab. Demak, biz ancha u tavfiqdan bebahra qoldik degan. Bu mahrum odam degan.